ota-onangiz telefon qilganda javob bermagan paytingizda degan olimlar. Juda ko'p holatda hozir. Ota-onasi telefon qiladi-da, rostdan bunday qarab ko'ringlar-da. Nima chiqadi og'zidan? Obbo, hozir aytdim-ku, boraman dedim-ku deydi. Hali javob bergan yo'q o'zi. Mana ketyapman, qo'pollik Qur'onda bilasizlar, "Vala taqul lahuma uffin" dedi. Uff demang dedi. Eng yengili shu. Undan ham yengili bo'lganda hadisda aytilgan bo'lardi, oyatda aytilgan bo'lardi. Undan yengil yo'q shariatda. Biz tilda aytganda bitta soch tushsa senga ko'rsataman degani bor-ku, bu undan ham yengilrog'i. Ichingizdagini ham hatto ota-onangiz uchun Qur'onda "Va bil validani ihsana" dedi. Ihson degani hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh ko'rib turganda ibodat qilishingiz. Ota-onam uchun emas, Alloh uchun deydi. Chunki ota-onam uchun bo'lsa, ota-onangiz ko'rmayotgan paytda yana bilganingizni qilib qo'yasiz ekan. Shuning uchun ham Alloh taolo har zamonda, har makonda tirik ko'rib, bilib, eshitib turibdi. Agar shu narsani tushunadigan bo'lsak, ota-onaning hurmatini qo'ya olamiz. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga Asmo binti Abu Bakr radhiyallohu anha keldi. Abu Bakrning qizi. "Ya Rasululloh, onam kelibdi meni oldimga, men bilan gaplashmoqchi ekan. Ruxsat berasizmi? Shariatda ruxsat bormi?" dedi. Ya'ni onasi musulmon emas ayol bo'lgan. Savolga e'tibor beraylik. Onam musulmon emas, men bilan gaplashgani kelibdi. Dedi, "Onangizga yaxshilik qiling" dedi. Ba'zida domla dadam o'zi ichadi, chekadi, namoz o'qimaydi deganlarga, birodarlar, Qur'onda eng zorbil masal Ibrohim alayhisalom. Otasi ham but sotgan, ham but bilan tirikchilik qilgan. Nima dedi otasiga? Biz tildagi yoshlarga pahan demadi tamanda aytganda. Bunda gaplashayotganda men achinasiki, bir kuni siz ham pahan dedi bolalaringiz. Otajon dedi, "Ya abati" dedi. "Ya abati" dedi. Qur'onda yana ajoyib mo'jiza shuki, o'g'lidan qaytdi Ismoil alayhisalom, "Ya abati, ey otajon" dedi. "Ey otajon, nimaga butga sig'inyapsiz? Alloh turganda" degan so'zlari bor Maryam surasida va oxirgisi, "Ey otajon" dedi Ismoil alayhisalom, "Alloh sizga nimani buyurgan bo'lsa qiling, men tayyorman" dedi. Siz so'zingizdan nima chiqsa, bolangizdan qaytarasiz.